Tinchlikmi? Yo'qlabsan. Kim meni yo'limdan chiqsa, molni bo'g'izlagandek kekirdagini yulib tashashimni bilasan-a? Bilaman. Hattoki bitta molni so'ymagan bo'lsang ham. Hozir hammani oldida ikkinchi senlarni territoriyangga tumshug'imni tiqmayman deb so'z berasan. Tushundingmi? So'z bermasam-chi? Yo'q desang, hozir o'zida boshingni sapchada uzib tashlayman. To'ppa to'g'ri jahannamga ravona bo'lasan. Rozimisan? Noroziman. Nega hadeb o'lim, jahannam deb qo'rqitaverasan? Men nafs balosiga uchrab, o'z qorniga yig'laydigan xudbin banda emasman. Biz musulmonlarmiz. Bu dunyo hammamizdan keng qoladi. Lekin bir-birimizga marhamatli bo'lsak, bunga nima yetsin? Mullalik qilib ko'p ensamni xotirma. Masjidingga borib vaziyni o'qiysan. Menga konkretniy o'g'il bola gap kerak. Hammani oldida sen menga va'da berasan. Va'dani senga esa Ola, bu jinni bizni portlatib yuboradi. Kullihim ajal, ya'ni har bir inson o'z ajali bilan o'ladi.